Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Bizning bugungi videomiz tariq doni, uning foydali xususiyatlari haqida boradi. Uning kimyoviy tarkibida oqsil moddalar, kletchatka, kollagen, organik moddalar, magniy, kaliy, kremniy, vitaminlar va boshqa moddalar mavjud. Xalq tabobatida tabiblar jigar, sariq kasalligida, me'da va qorindagi haroratni pasaytirishda, qorinda suv yig'ilishida, ichni yurishtirishda, uni sutda qaynatib budqa qilib yeyishni bemorlarga buyurganlar. Ammo tariq donidan ko'p iste'mol qilish qabziyatni hosil qilishini ham aytganlar. Tariq donidan budqa tayyorlash. Ishning borishi. Dastlab 1 stakan tariq doni olinib 3 marta suvda yaxshilab yuviladi. Idishga 3 stakan qaynagan suv yoki sut quyilib, gaz plitasiga qo'yiladi. Qaynagach, yuvilgan tariq doni solinadi va 20 daqiqa qaynatiladi. Vaqt o'tgach, kosaga olinadi. 20 gram sarg'iq yog' solib aralashtiriladi. So'ng ustini har xil mevalar bilan bezab dasturxonga tortiladi. Demak, tariq doni organizm uchun ichni yurishtirishda, teri epidermiyasini yangilashda, jigar sariq kasalligida juda foydali ekan. Azizlar, bizning kamtarona mehnatimizni hisobga olib, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang.